Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli qadrdonlar, yaxshimisizlar? Navbatdagi qilayotgan kachelarimiz xudo xolasa bitkazib oldik. Premium kachelar bo'lib ketdi. O'zingizlar baho berasizlar, bir ko'rib. Tepalar arka holatda bukildi, leksanlardan qatirdik tepasiga. Xudo xolasa gullari ham juda chiroyli bo'ldi. Bu sizlarga aytgan shu tokchasi bo'ladi, choylarni qo'yib qo'yib, xudo xolasa o'ta baquvvat bu ham. Yog'ochlarni qatirib, shlipovka ham qilib berdik. Salla usti. Hop, razmerini aytsak, yana 1.60 bo'ladi. Bu tomoni 1.95 stolning o'zi bo'ladi. Kachelarning o'zi 2.28 razmerda bo'lyapti. Bunga ham chiroyli qilib tepalariga nachinnilar qo'yib, turbalar qo'yib berganmiz. Xohlasa chiroyli chiqdi kachelarimiz. Kimga shunaqa kachelar kerak bo'lsa, kommentariyada plus qoldirsanglar, o'zimiz aloqaga chiqamiz. Baribir bitta uyga olib qo'ygan yaxshi, menimcha.